Assalomu alaykum o'rtoqlar, Innomarka Namangan kuzatuvchilari. Hozirgi kunda bilasizlar, Innomarkaning eng ko'p tarqalganlari bu elektromobillar hamda gibrid avtomobillar hisoblanadi va shunaqangi savollar tug'iladiki, biz avtomobillarimizni qaysi sifatli zaryadlashimiz mumkin degan savol tug'iladi. Shu savollarga yechim olish maqsadida biz Afsona Tokka tashrif buyurdik. Afsona Tokka boshqa stansiyalardan afzalliklarni sanab o'taman. Demak, birinchi afzalligi bu Afsona Tokka 20 dan ortiq lokatsiyada joylashganligi va stansiyalarning soni 40 dan oshganligidadir. Ikkinchi afzalligi bu har bir stansiyada operatorlarning mavjudligi. Agar yosh katta otaxon yoki onaxon avtomobilni zaryadlash uchun kelgan bo'lsa, operatorlar alohida xizmat ko'rsatishadi. Uchinchisi bu Afsona Tok naqd pulda ham muomala qila olishdadir. To'rtinchi afzalligi bu agar avtomobilingiz Afsona Tokda 1 sutka qolib ketsa ham sizdan ortiqcha to'lov undirilmaydi. Bu videoni elektromobilini qayerda sifatli zaryadlash mumkin deb o'ylab turgan yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Like, podpiska bosishni unutmang.